mahalla telekanalida Shakarxanda degan bir ko'rsatuv tashkil qilganmiz. Haligi bitta ko'rsatuvimiz bor edi. Bezori kuyov. Haligi mahalla raisi bo'lib o'ynayman. Xotin ketib qoldi rais buva. Menga aytadi, "Xotinimni olib kelib bering" deydi. Siz borib qaynotamni oldiga o'zingiz tushuntirib olib kelmasak bo'lmaydi. Xotinni qiynalib ketdim rais buva. Urushmaganmisan? Yo'q, so'kmaganmisan? Yo'q, qo'limni ham tegmaganman deydi endi. Raisni ishontiradi. Bu kelinni urib chekkan joyim yo'qmi ishqilib? Astag'firulloh. Qaynotasini uyiga kelaman. Rais, agar siz bo'lmaganingizda mana nobakorni eshikdan ham kirgizmasdim. Bu nomard qizimni urib ko'zini ko'kartirib yubordi. Nima? Xotin degani bu meshokmiki, qo'li qisqa uraveradigan. Arzimaga bir bahona topib qo'l ko'taradi qizimga. Bir real yutqizib qo'ygani, bir realda muxlisi shunga jahli chiqib qizimni uribdi deydi. Ana kuni real bazaga to'g'ri nurga yutqizgan ekan, to'g'ri uribdi. Ana qarang ishonmasangiz. Qizim qaravar. Labi dadajon. Mana, qo'li bilan ursa mayli, ketmon dasta bilan uribdi bu nobakor. Repetitsiya jarayonida dedimda gapirib turib, shu bitta urdim, mashinasiga ketdi pistol Rostdan ag'darib. o'qiysiz. Qanotmanda rais buva qiziq. Voy,